Nega marafon distansiyasi 42 km 195 metr? O'ylab ko'rganmisiz? Nega marafon distansiyasi shunaqa g'alati? Rovna 40 emas, 45 emas yoki prosta 42 emas. Aynan 42 km 195 metr. Hozir tushuntiraman. Keling, hammasini boshidan boshlaymiz. Hamma ham bilavermaydi. Marafon so'zi o'zi qayerdan kelib chiqqan? Miloddan avval 490-yilda Marafon shahrida buyuk jang bo'lib o'tgan. Grek armiyasi jon jahdi bilan perslarni katta armiyasiga qarshi jang olib borgan va yutishgan. Bu yangilikni hamyurtlariga aytish uchun grek jangchisi Fidipit g'ayrioddiy narsani amalga oshirdi. U to'xtovsiz Afin tomon qarab yugurdi. Jangchi shahar maydoniga kirib kelib, "Xursand bo'linglar, biz yutdik" dedi va shu joyning o'zida halok bo'ldi. Jang maydonidan Afinaga masofa taxminan 40 km chiqqan va aynan shu masofani jangchining jasorati uchun Olimpiya musobaqalarida sportsmenlar bosib o'tishgan. Hammasi oddiy ketayotgandi. Londonga marafon kirib kelgunicha 1908-yil Buyuk Britaniya organizatorlari Windsor qal'asidan stadiongacha rovna 40 kilometrni o'lchashdi. Lekin bu ishga qirollik oilasi aralashdi va ular sportsmenlarni komfort darajada kuzatishni xohlashdi. Startni qal'aga yaqin qo'yishdi. Qirollik oilasining bolalari o'z xonasining oynasidan sportsmenlarni kuzatishni xohlashdi. Lekin bu qirollik oilasiga kamlik qildi. Qirollik oilasini ko'rish qismigacha cho'zdirishdi. Prinsessa Uelski o'zini udobniy kreslosidan sportsmenlarni finishdagi jangini kuzatish uchun va bu qirollikning injiqligi bu tarixiy masofaga o'sha biz aytgan 195 metrni qo'shdi. Qirollik oilasiga quloq soldi va 1921-yilda London marafonida rasman marafon distansiyasi aynan shu 42 km 195 metr deb e'lon qilindi. Va hozirgi kunda millionlab yuguruvchilar to'liq marafon o'tdim deganda aynan shu qirollik oilasini qilgan injiqliklarini bajarayotgan bo'ladi. Sizchi marafon yugurganmisiz yoki yugurmoqchimisiz? Izohlarda yozib keting.